Diqqat, grant. Davlat universitetida bepul o'qib, Britaniya diplomini qo'lga kiritishni istaysizmi? Unda eshiting. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ta'lim granti e'lon qiladi. Grant Farmatsevtika texnik universitetida bakalavr bosqichida quyidagi yo'nalishlarda ta'lim kontrakti xarajatlarini qoplaydi. Farmatsiya, biokimyo, biotibbiyot, biznes menejment va data analitika. Grant shartlari qanday deysizmi? Hayot fanlari yo'nalishlari uchun 5/5 va undan yuqori IELTS sertifikati va tabiiy fanlarda grant imtihonlarida yuqori ball to'plash. Management va data analitika yo'nalishlari uchun 5 va undan yuqori IELTS sertifikati va matematikadan grant imtihonlarida yuqori ball to'plash. Maktab, akademik litsey va kollej bitiruvchilari 24-25-26 iyun kunlari. Arizalar ptu.uz saytida qabul qilinadi. Quyidagi link orqali o'zingizni qiziqtirgan yo'nalishni tanlab, ro'yxatdan o'ting. Kommentarda plyus belgisini qoldiring va men sizga kimyo va biologiya imtihon savollari namunalarini jo'nataman.